Assalamu alaykum, hörmətli görərmənlər. Efirdə Қазақстан Uyğurları kanalı. Bugün bizning yo'limiz Güldala yezisining bilim makani номер 21 o'tray maktabda keldim. Bu yerda yalqinliq shoir İlya Baxtiya Xalqim Faxri nomli adabiy konkursi o'tkazilmoqda. 18 mart kuni shoir İlya Baxtiyaga bag'ishlangan madaniy ishchora o'tkazildi. Bu ishchora Güldala yezidagi номер 21 maktabda uyushtirildi. Chora doirasida adabiy konkurs o'tkazilib, o'quvchilar va muallimlar o'z hunarlarini namoyon qildi. Ular naqshlar etib, shoir İlya Baxtiyaning umr bayonini so'zlab berdi. Shuning bilan bir qatorda Uyg'urcha usullar o'rinlanib, tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat hadya qildi. Marosim davomida muallimlarning qatnashida spektakllar qo'yilib, bu chora ruhiy va madaniy jihatdan ahamiyatli bir voqeaga aylandi. Choraga bir qator hurmatli mehmonlar qatnashdi. Jamiyat arbobi Ibragimov Aztekin aka, beybitchilik alimidan Tursun Ro'ziyev, O'rliyev nomidan Sayligul Ablisenova, peshqadam ustoz Asiyam Ro'ziyeva, maktab direktori Taxtasun Ahmedov, shoirning jiyanlari polkovnik Sunat Paltushev va Shaham aka, Jut Atsi Azat aka va Jut Jankoyari shoirlar Jamshid Ro'zaxonov bilan William Molotov. Cumhuriyet Merkezi Uyg'ur etnomadaniyat markazidan Kaminur Adab, Uyg'ur teatridan Saziram Sharipova va jamiyat arboblari mehmon sifatida ishtirok qildi. Chora oxirida natijalar e'lon qilinib mukofotlandi. Muallimlar orasida Grand Prix Imirov Abdulla, Ibragimov Shuhrat va Idrisov Davronga ikki shoirning do'stligi va oxirgi paytlari nomli ko'rinishi uchun berildi. Birinchi o'rin Ro'ziyeva Dilraba bilan To'lendiyeva Gulnazga o'z ijodidan chiqishi uchun berildi. Shuning bilan birga ballarga bag'ishlangan she'rlar bo'yicha 3-D, 3-Z va 4-D sinf o'quvchilari mukofotlandi. Ikkinchi o'rin Akimov Talbshan bilan Amrayeva Guhargulning tarjim holi nomli ko'rinishiga berildi. Uchinchi o'rin Akmulayeva Alanur bilan Akbarova Mahinur mushmushlar chiqishi uchun, shuningdek ustozlar kollektiviga Uyg'urlarni tanishtirish temasidagi ko'rinishi uchun berildi. O'quvchilarning orasida Grand Prix 10-D va 10-Z sinf o'quvchilariga muqomlarga muhabbat chiqishi uchun berildi. Birinchi o'rin 4-D sinf o'quvchilariga Kepinak naqshisi uchun, shundaqla Ahmedov Yasinjonga yeza ko'rinish rasmi bo'yicha berildi. Ikkinchi o'rin 9-D va 9-Z sinf o'quvchilariga Soldat Ansi naqshi uchun, 10-Z sinf o'quvchisi Munajdin va Sabrinaga muqomlar bo'yicha rasmiy uchun, shuningdek Tuman qizi qimmatga yaxshi odamlar haqida rasmiy uchun berildi. 3-chi o'rin 8-Y sinf o'quvchilarining usul chiqishiga, 11-D sinf o'quvchisi Abdumajitova Zulxumarga Tonur rasmiy uchun va Jigir ansambliga berildi. Shundaqla atalar nomidan maxsus nominatsiyalar Silmaxon Ro'ziyev, Vajid Ahmedov, Muqbulov Bahram, Xudoyqulov Likim va Abdurasulov Nurkash nomidan topshirildi. Chora yuqori kayfiyatda o'tib, yosh avlodga ilhom bag'ishlagan ahamiyatli madaniy voqea bo'lib qoldi. Assalomu alaykum Rizvangul odam. Va alaykum assalom. Sizning o'yingizcha İlya Baxtiya nimishga xalqimizning sevimli shoiri sifatida tanilgan? Xalqimizning sevimli shoirlarining biri İlya Baxtiya o'z she'rlarini nihoyatda oddiy tilda yozgan. O barliq kasb egalari, qanday qil kasb egalari o'qisin, bu she'rni tushunishlik oddiy yozgan. Shuning uchun İlya Baxtiyaning barliq she'rlarini o'quvchilar boshlang'ich sinfdan tortib cho'ng sinflargacha sevib o'qiydi. Masalan, İlya Baxtiyaning Hayot davomlari degan kitobida ballar to'g'riliq she'rga yozgan she'rlarning biri Kepinak degan she'rlar bor, studentlarga arналган she'rlar bor, masalan student degan she'r bor. Yana сөйіп Uyg'ur har bir Uyg'ur xalqining yuragini ta'virtirgan hayot to'g'riliq yozilgan umr shundoq o'tadi degan she'r bor. Mana endi mushu she'rlarni o'qish orqali ballar o'zlarining til boyligini o'stirdi. Har qanday izohat İnşallah yezishga o'gindi. Sababi qancha she'rlarni ko'p o'qisa, balaning til boyligi o'sadi. Masalan, cho'ng klasslarda esselarni yozadi. Shunga o'xshash bizning İlya Baxtiyaning Uyg'ur adabiyatiga qo'shgan ulushi nihoyat ko'p. Biz İlya Baxtiyani doim yuragimizda saqlab yuramiz. Doim kitoblarini balaga o'qitamiz, ham birga o'qiymiz, yodlaymiz she'rlarini. Rahmat. Assalomu alaykum odam. Bugungi yosh avlod uchun İlya Baxtiyaning ijodiyatidan yana qanday o'tib kelishga bo'ldi? İlya Baxtiyaniki
ijadiyetinden yaş avlatlarımız intayın nurgun yani yakın terbiye ilişki buldu. Misalga onun ijadiyetlerin yaşlarga vatanperverlikke, ana yurtini, tabiatni, bolgan muhabbetini hem muhabbet doğruluk, 2 yaşın arasındaki bolgan muhabbetle doğruluk yazılgan şiirleri ba. İlya Baxtiyan'daki haqiqatçı bolgan özü. Hem şiirleri şundaq temaga yazılgan şu haqiqatlikni, adallıkni adamlarga köktüp yazgan. Ondan keyin 12 köp yazgan şiirleri Kazak halkınki Muqagal Maqatayev bilen dostluk bolgan, şu dostluk toğrulukman nurgun şiirler yazılgan. Bu yerda endi vatanperverlik, onu degen milletler arasındaki dostluk degen temalarga yazılgan. Mana şularni okusa, o yaşlar bizdeki intayın yaxşı çoğ terbiyelerge ega boldu. Hem yaşlar söyüp İlya Baxtiyan'daki icadetlerini okup yadlap ügümdü. Assalamu alaykum adam. İlya Baxtiyan'ın ijadiyetini yana texmo keng tarqatish uchun Assalamu alaykum adam. İlya Baxtiyan'ın ijadiyetini yana texmo keng tarqatish uchun yana qanday chora-tadbirlarni qo'lga olish kerak deb o'ylaysiz? Rahmat, sualınız nəhayət qızıqarlıq. Şəxsən bizim məktəbimizdə İlya Baxtiyanın icadiyetini qızğın barlıq dərslərdə atap ötümüz. Şəxsən mən özüm Rus dili ədəbiyyatı müəllimi. Özümün dərslərimdə mən Rus dili bilən Uyğur dilini silsildırıb ballarga bilib verişini yolu qoyub alğan. Səbəbi İlya Baxtiyanın icadiyeti o nəhayət çoğunqur məzmun hayati nurgun hisletlerini köktüp verdi. Terbiyevi ehemmiyeti nurgun. Şunun için biz özara sınıflar arasında musabıqlarını ötküzümüz. İlya Baxtiyan'ınki icadiyeti Rus şairi Sergey Yesenin'in icadiyeti bilen oxşaş bolup keldi. Sal şoqaraq yaxlarba adil itilgan haqiqiy hayat mənzillərini köküp verdiğin jaylar var. Şunun üçün muşu selis saldırış arqılıq balalarınki öz ana tiliga, öz ədəbiyyatiga bolğan qiziqishini aşırışqa biz çoğ köngül bölümüz. Mana bugünkü ötüp atqan mərasimma muşunun çoğ bir misal dep oylayma. İlya Baxtiyan o məngülük şair həmimizin qalbida. Bizning maqsadimiz kelajak avlodga shu İlya Baxtiyan'ınki ijadiyetini ügütüp, tonutup, şu arqılıq muşu şairimizningki ismini мәңгі qaldırış. Rahmat. Qalblarni birləşdirgan bayram. Hava xas şadlıq dolub, adamlarning chiroyidan mehr muhabbet nuri chechilib turadigan kunlar bo'ldi. Bugungi Qayrat mahallasidagi kun ayni shundoq bo'ldi. Ahalının təklifi bilan biz faqat bir bayramningla emas, balki bahar yengilinishi, No'roz bayramiga bag'ishlangan haqiqiy ittifoqlik tantanasining guvochisi bo'ldik. Bayram o'tadigan joyga yaqinlashganda bu yerda mehmonlarni intizorlik bilan kutayotganligi sezildi. Milliy sazlarning ovozi va bayram naqshlari atrofga yangrab, cho'ng qozonlarda pishayotgan bulu va hidlari dimoqni yoradigan kaboblarning purg'i bilan aralashib ketdi. Biroq eng muhimi balalarning shod kulgisi. Bu yilgi No'roz alohida bo'ldi. U muqaddas Ro'za Hit bayrami bilan bildi keldi. Soat 11da Marika Qur'on tilovat qilish bilan ichildi. Bu cho'ng ma'noga ega payt. Elimizning tinchligi, amonligi va gulinishi uchun qilingan duo barliq qatnashuvchilarni birlashtirib, bizning ruhiy yıldızimizni va ittifoqlikning muhimligini yana bir qatam eskartdi. Bayramni tashkillovchilar, yigit boshlari, xonim qizlar va pedagog aholilar har bir mehmon o'zini o'z uydagidek his qilish uchun zo'r ishlarni amalga oshirdi. Hurmatli jamiyat arboblar To'lqintay Aliyev, Mahmudjon Mansurov va Rustam Xayriyevlar issiq tabrik so'zlari bilan chiqish qildi. Madaniyatimizning urf-odatlarimizni saqlashga va millatlar aro to'timlikni mustahkamlashga ulush qo'shib kelayotgan kishilarni faxriy yorliqlar bilan mukofotlash alohida duduqlangan payt bo'ldi.
Bu insanlar öz əmgəgi bilən məhəllənin və dövlətimizin tinch gələcəyini qurub gəlməkdə. Bayram dəstixanları taamlarga tolup taşdı. Endi səhne bir minutmu boşab qalmadı. Məhəllənin hünərvənləri bizə əcaib konsert təqdim qildi. Proqramını Kamayev Hibullan mangızdı. Naqşlar, usullar bolsa g'ayrat və gözəllik doldu. İntayın qiziqarlıq, ısıq və çiraylıq boldu. Bugün qayratda his qılğan bu ittifaqlıq ruhi jıl boyu qalbimizdə saxlansın. Hər bir uyda bereket bolsun, əl yurtumuzda bahar külküsü və tinchlik məngü hökm sürsün. Bu meyramning yuqori darajada o'tishiga zo'r ulush qo'shgan Qayrat mikrorayonining Aqsaqal kengashining raisi Robert Umarbaqiyevga, Arziyev Ashimjonga, Yiza Jigitbeshiga, Xonim qizlar raisi Asiyam Samsakovaga, Zam Jigitbeshi Muhammedov Turg'anjan, Yoshlar Jigitbeshi Rasul Turdaxunov, shuningdek barliq sponsorlarga va xayrlik ishga qo'l uchun so'zgan har bir jonkuyar insonga cho'ng rahmat aytamiz. 2026 yılı 4 fevral günü Almatı şəhərdə Cüyem Dostluq filiali, Almatı şəhərlik Jigit Beşi İttifaqı və xanım qızlar tərəfindən uyuşturulğan ənənəgə aylanğan hər yıllıq avzaşlar iftar mərikimsi olub ötdü. Kəşlik taam mənəvilik, dostluq və məmləkət üçün mühim bolğan təşəbbüslərini muhakimə qilish muhitida ötdü. Roza tutub, birlik ruhunu qulab-quvvatlash üçün mərikimə görünərlik cəmiyyət ərbabları gəldi. Şaymardan Nurumov, Cüyem Pəxri Reisi, Qazaqstan Respublika Prezidenti Yenetkem Milli Qurultay əzası, Bolat Ospanov, Almatı şəhərlik Aqsaqallar Kengashining raisi, Qazaqstan Xalqi Assambleyasi əzası, Ruslan Kalyolayev, Qazaqstan Xalqi Assambleyasi əzası, Abdulkarim Oguzxan, Türkmen Mədəniyyət Mərkəzinin raisi, Rahmitov Fuad, Kuray, Bashqurt Etni Mədəniyyət Birləşməsinin başqarma raisi, Rustan Xayriyev, Qazaqstan Uyğurlarının Cumhuriyetlik Etni Mədəni Birliği raisi, Qazaqstan Xalqi Assambleyasının əzası, Mizangul Avamisimova, Canan Fondunun raisi, Qazaqstan Xalqi Assambleyası əzası, Rizvangul Amrayeva, Almatı şəhərlik xanım qızlar kengashining raisi. Şunun bilen bir qatarda başqa etno mədəniyyət mərkəzlərinin vəkilləri, dini zatlar, mədəniyyət və sport ərbabları, şundaqla Almatı şəhərinin jigit başları və xanım qızları qatnaşdı. Müqəddəs Ramazan ayının ənənələrə muvafaq kəşlik fəaliyyət Azad Kari tərəfindən oqulğan dua bilen başlandı. Avzacar mərikimsidən keyin mehmanlar yığılğanlarga ısıq tiləklərini bildirdi. Hər bir çağıraqqa texnik, yaxşılıq və amanlıq tildi. Şundaqla Qazaqstan Respublikasının konstitusiyasiga özgərtishlər kirgizish bo'yicha o'tkazilgan referendumga aktiv qatnashishga chaqirdi. Jigit başları və xanım qızlar mərikinin hamisi, Cüyem reisi və Qazaqstan Xalqi Assambleyasının kengashining əzası Dolquntay Aliyevga öz minnətdarlığını bildirdi. Uyghur etnisinin vəkilləri ahali arasında aktiv düşündürüş, işlərini elib berib atqanlığını və dövlətdəki reformalarını to'liq qo'llab-quvvatlaydiganligini ta'kidlab, referendumga yuqori grajdanlıq aktivlik ko'rsatishga tayyor ekanligini izhor qildi. Kech oxirida qatnashuvchilar Sapfir kafesining xodimlariga mehmondostligi, sifatli xizmati və uydagidek taomlar uchun rahmat aytdi. Almatı shahərlik Cüyem filiali Dostluq və Jigit Beşi kengashining raisi Mansurov Mahmudjon. Bugün Boralda yezida bahar və yenilanish meyrimi Noruzga bag'ishlangan jo'shqin faoliyat o'tkazildi. Hokimiyat tarafidan uyushtirilgan bu meyramlik tantana xalqimizning birligi bilan ittifoqligini yana bir qatim namoyish qildi. Meyramga Uyg'ur etno madaniyat markazining vakillari, jigit başları, xanım qizlar və faol yoshlar alohida töhfa qo'shdi. Ular milliy taomlardan mo'l dasturxon yeyib, yerlik san'atkorlarning o'rinlashida ajoyib konsertlik programmani taqdim qildi. Faoliyat jarayonida İli nahiyasining hokimi, Almatı shahridagi Cüyem filialining raisi və Boralda yezisining hokimi turg'unlarni meyram bilan tabrikladi. Ular har bir chaqiriqqa barakat, elimizga tinchlik və millatlar aro inoqlik tildi. Kecha oxirida jo'shqin naqsh usullar yangrab, yeza turg'unlarga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Ko'rishgancha kunlaringiz nurli bo'lsin. Құрметті Боралдай тұрғындары, Республика Uyghur этно-мәдәни орталығының Алматында қаласында Достлық филиалы атынан баршаларыңызды көктем Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Біз үшін бұл тек табиғаттың жаңаруы емес, бұл мереке халқымыздың бірлігі мен ынтымағының нышаны. Шаңарықтарыңызға амандық, дастархандарыңызға береке тілеймін. Әр үйге бақ дәулет қонсын. Бұл нұрлы мереке рухани тазарудың,
игіліктің және өзара түсіністіктің символы. Ортақ үйіміз Қазақстанда әрқашан достық пен татулық салтанат құрсын. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз берекелі болсын. Наурыз мейрамы мубарак болсын. От имени филиала Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана в городе Алматы Достлык искренне поздравляю всех вас с весенним праздником Наурыз, желая благополучия вашим домам, процветания и успехов во всех начинаниях. Пусть в каждой семье царят счастье и достаток. Этот светлый праздник – символ духовного очищения, доброты и взаимопонимания. Пусть в нашем общем доме Казахстане всегда торжествует дружба и согласие. Пусть наше единство будет крепким, а жизнь благодатной. Наурыз мейрамы мубарак болсын. 26 mart күні Чайковский Namatki колледжда Uyghur şairi ve naqşçı Polat Xo'jayevning yangi kitobining tonishtirish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur kitob Mir nashriyatidan nashr qilingan. Marosimga kitob muallifi Polat Xo'jayev, shuning bilan birga bir qatorda adabiyot a'zolari va san'atkorlar qatnashdi. Chora davomida muzikallik to'p o'zlarining muallifning asarlari asosida ijro qilingan naqshlarni o'rinladi. Bu chiqishlar tomoshabinlarning o'ziga xos ruhiy ta'sirot qoldirdi. Shundaqla kollej mudiri Hasan G'aliyev Birjon so'z qilib, bu xil madaniy choralarning yoshlar uchun ahamiyati cho'ng ekanligini ta'kidladi va o'tkazilgan marosimga o'z fikrlarini bildirdi. Tonishtirish marosimi shukrli darajada uyushtirilib, qatnashuvchilar uchun unutilmas bir madaniy voqeaga aylandi. Shundaq naqshlar ko'p. Shuning uchun bizniki o'quvchilarimizga hozir Uyg'ur rayonida barliq yerda shu mening kitoblarimdan o'zimga edib barlig'ini o'qitdi. Ularga rahmat. Xudoyim bo'lsa, meniki yana eng oxirgi kitobim chiqyapti. O kitobda eng yaxshi narsalar bo'ladi deb hisoblayman. Endi biz o'zimiz o'lsakmi, kitobimiz o'lmaydi. Sababi bizda buni notini bildigan odamlar oz. Hozir bu kitobni eshitganchilar qiziqmaydi. Agar notni bildigan odamlar bo'lsa, bu kitoblarni tartishib ketadi. Hozir buni studentlar rahmat ashlatdi. Rahmat. Endi sizning o'shuning bilan nechinchi kitobingiz nashr qilindi? Bu 3-chi, endi 5-chi kitob nashr qilindi. Musiqa to'g'ri. Nəhayət yaxşı sizin bugünkü icadi faaliyyətinizini, tərcümanlığınızı, qılğan əməklərinizi, işlərinizi anlab biz bək məmnun bolduq. Yanıma harma, gələcəkdə yanıma özünüz degəndək bir əməz, yanıma bir qancha degan kitoblarimizni yosh avlodlarimizga hədiyyə qildik. Rahmat. Mübarek Ramzan ayının faziletli günlərinin birində Qarası Küçük rayonunun jut cəmiyyəti çoğ iftarlıq məribisini ötküzdü. Bu gözəl gecə məhəllə turğunlarının birligini və mehribanlığını yeni bir qatım namoyish qildi. Məribə davamında jutning mütəvər aqsaqalları və dini zatlar sözgə çıxıb, roza ayının muhimligi, imon və saxavatlik to'g'risida illiq tilaklarini bildirdi. İftar dasturxoni atrofida to'plangan mehmonlar bir-biriga amonlik tilab, duo takbirlar bilan ig'iz ochdi. Bundaq iftarlıqlarını uyushtirish mahalla ichidagi mehri muhabbat rishtasini mustahkamlab, yoshlarning qalbida milliy va diniy qadriyatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. 4 aprel kuni Almut shahrining Yetsu nahiyasida bahor va yengilanish bayrami Navro'zga bag'ishlangan hashamatlik chora tadbir bo'lib o'tdi. Bu kun nahiya turg'unlari va mehmonlari uchun haqiqiy birlik va do'stlik bayramiga aylandi. Bayram yuqori darajada o'tdi. Bayramga Yetsu nahiyasining hokimi Shilqiboyeva Lazzat, hokimning o'rinbosari Sabiruli Janasul va ularning xizmatdoshlari, nahiyalik hokimiyat xodimlaridan tarkib topgan vakillar delegatsiyasi turg'unlar bilan bahorning yengilanish şadlığını tang bölüşdü. Dolquntay Aliyev, Qazaqstan Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazining raisi va Qazaqstan Xalqi Assambleyasi kengashining a'zosi. Bolat Ospanov, Almut shaharlik hokimiyat yinatki Aqsaqallar kengashining raisi, Amanat partiyasining vakillari qatnashdi. Mechit imomi yig'ilganlarga issiq tilaklarini bildirib, duo qildi va hamiga amonlik va yaxshilik tildi. Bahor bayramimizga qatnashgan etno-madaniyat markazlarining vakillariga samimiy minnatdorligini bildirdi.
Dungan, Azerbaycan, Türkmen, Tatar, Başkurt merkezleriga, shuningdek shaharlik Uyg'ur etnomadaniyat markaziga, Cumhuriyetlik Uyg'urlar birlashmasi, Cumhuriyetlik ijtimoiy birlashmasiga va Afg'on markaziga do'stlik va mehmondo'stlik muhiti uchun rahmat etdi. Shuningdek, mushu bayramni o'tkazishga o'z tuhfasini qo'shgan barliq jonkuyarlarga. Ular bu bahor bayramini haqiqiy xalq sayisiga, o'rtaq o'yimiz Qozog'istonda yashayotgan barliq millatlarning ittifoqligi va birligi bayramiga aylantirdi. Bu bahorni mehmondo'stlikning barliq qoidalari bo'yicha kutib oldi. Bir necha qozon bayram polosi, xushbo'y kaboblar, milliy tatliq turimlar va albatta bayramning asosiy tamig'i No'ro'z ko'jasi. Bayramda matbuot vakillarini ko'rish mubarligi uchun yiqimliq bo'ldi. Uyg'ur ovozi gazeti, Ili vadisi gazeti va Intisar jurnali tahriyatlaridan No'ro'z bayrami muborak bo'lsin. Bu kun dillarimiz bir tinchda soqqan, nahiya ichi birlikning nuri va issiqligiga to'lgan kun bo'ldi. Biz bilan birga bo'lgan barliq insonlarga rahmat. Alohida minnatdorlik o'zlarining qaytlanmas milliy ko'rgazmalarini sungan kollektivlarga, bu ko'rgazmalar bayramning haqiqiy zinatiga aylandi. Xalqimizning qo'l hunarvanchilik va madaniyatining ajoyib ekspozitsiyalari, milliy soz asbob ansambllari, usul to'plari va artistlar qatnashgan kuchli konsert programmasi maydon cho'ng xalq sayillariga aylandi. Ballar o'yin tomoshalarga va usullarga intayin xushal qatnashdi. Albatta bu chor tadbirni uyushtiruvchilarga, Yetsu nahiyasining yigit boshlariga alohida rahmat aytdim. Sharipov Ramil Abdujalil o'g'li, cho'ng yigit beshi, Tayyirov Zakir Yasin o'g'li, cho'ng yigit beshining o'rinbosari, Yo'ldoshev Turg'onjon, Avutov Mahmudjon, Ajiyev Dilshod, Azimov Baxtiyor, Sulton Qo'rg'onning cho'ng yigit beshi, Mehmet Baqiyev Baxtishod, Japarov Saudjon, Usmonov Ahmed va ularning yordamchilari, nahiyaning xonim-qizlari, Yaqub va Xalidam, Abduqadirova Nurbanum va boshqalar. 28 mart kuni Ili nahiyasiga qarashli Aqshol Melsida Aqshol komandasining treneri Kamekov Shahmurat bilan uyushtirgan boks bo'yicha sport mahirligiga nomzod marhum Abaydulla Zununovning xotirasiga bag'ishlangan boks musobaqasi bo'lib o'tdi. Musobaqaga Nazim Qizabay, Qozog'istonlik ayollar boksining davlat tarixidagi birinchi 3 qitim Osiyo chempioni, Jalilov Alik, xizmat ko'rsatgan trener, xalqaro darajadagi sport mahiri, qo'l janjali bo'yicha 3 qitim Qozog'iston chempioni. Aqshol Melsning yigit beshi Hamrayev Rasul. Boks musobaqasiga 13 komanda qatnashdi. Ularning ichida Almaty Arena, Mustav, Alan, Akula, Qarasay, Bahar, Shirin, Ali Box, Fairbox, Malvay, Uljan, Aziya Stoil va Bavur sport klublari qatnashdi. Shundaqla marhum Abaydulla Zununovning ota-onasi qatnashib, turnir yoshlarining sporti bo'lgan ishtiyoqini texmo oshirish va sog'lom hayot kechirishga bo'lgan tashviqot tadbirlaridan ekanligi qand qildi. Turnir natijasi bo'yicha Aqshol komandasi birinchi o'rinni egallab 20 oltin medal, ikkinchi o'rinni 9 kumush, uchinchi o'rinni 15 mis medallariga ega bo'ldi. Musobaqani uyushtirgan Malining Aqshol komandasining treneri Kamekov Shahmurat, Malining yigit beshi Hamrayev Rasul, Imom Bahodur aka, Nurmuhammad aka, Dilshod aka, Tayyir aka, Zununov Abaydulla dadasi Asan aka va Malining aktivistlari cho'ng ulush qo'shdi. Mart kuni Almut shahrida Do'stlik mahallasida No'ro'z bayrami keng doirada nishonlandi. Tabiatning uyg'onishi va yangi yilning beshini ifodalovchi bu bayram 2000 ga yaqin aholi va mehmonlarning beshini qo'shib, iliq qo'shnidorchilik va shodlik atmosferasini barpo qildi. Almut shahrining barliq rayonlaridan kelgan mehmonlar, shu jumladan yigit boshlari va xonim-qizlar uchun mazmunli madaniy programmalar tayyorlandi. Qo'l hunarvanchilik buyumlari, xalq hunarvanchiligining boyligini namoyish qiladigan unikal buyumlar, ajdodlarning madaniy kodi va estetikasini aks ettiradigan kostyumlar ko'rinishi, Do'stlik mikrorayon san'atkorlarining va nomer 153 maktabning talantli o'quvchilarining jo'shqin chiqishlari, aholiga o'zining samimiy tilaklarini va tabriklarini jamiyatlik arboblar, To'lqintoy Aliyev, Qozog'iston Xalqiy Assambleyasi kengashining a'zosi, Juem raisi, Mahmudjon Mansurov, Juem Almuta shaharlik filialining raisi, Rustam Qayriyev, Qozog'iston Uyg'ur yoshlari birligining raisi, Qozog'iston Xalqiy Assambleyasining a'zosi, Nizangul Avamisimova, Janan fondining raisi, Sanam Beshirova,
Жүйем Енетки ханым кызлар кеңешинин раиси Иршат Асматов, Uyghur Avazi gezitining baş muharriri Rajabova Güzel номер 153 mektab müdiri bildirdi. Sözgü çıkıçlar bundaq çar tadbirlarining adamlarni yaqinlashtirib, ortaq o'yimizda tinchlik va ittifoqlikni mustahkamlaydiganligini ta'kidladi. Ahalga ailevi xotirjamlik, utuq va amanlik tildi. Bayramning yuqori saviyada o'tishi tashabbuschi gruppa va aktivlarning birlikda ilib borgan ishlarining natijasidir. Tashkillovchilarga alohida minnatdorlik bildiramiz. Azat İbrahim, Alımcan Raziyev ve Jigit başları Rızvangül Amrayeva ve Hanım Kızlar Gruppasi. Bayramni ötküzüşte Dostluk mikrorayon yaşları özlerinin zor gayreti ve icadi energiyası bilen çoğun uluş qoşdi. Şunun bilen bile bir qatarda tashkillovchilar bayramning yuqori seviyada o'tishiga qo'l uchini bergan hammadan minnatdor. No'ro'z bayrami muborak bo'lsin. Bahor har bir uyga barakat va baxt elib kelsin.